jigarlaringiz bilan munosabatlarni yaxshilash ideyasi. Ya'ni aka-uka, opa-singillaringiz bilan. Har qanday munosabatlar energiya hamda vaqt talab qilgani gap, bular bilan ham xohlasak, xohlamasak aloqalarni yaxshi o'rnatish kerak. Va shu sababli biz yaqinda ukam hamda singlim bilan Marvel dunyosini ko'rishni boshladik. Asoskorlar hamda O'rgimchak odam xronologiyada oxirgi film hisoblanadi. Biz esa butun Marvel filmlarini hikoya bo'yicha ketma-ketlik bilan ko'rishga qaror qildik. E'tiboringiz uchun u yerda naqd 30 tadan oshiq film. Hozircha taxminan 7 hamda 6 qismlarga keldik. Aynan Qasoskorlar hikoyasiga tegishli birinchi film. Hamma qahramonlar qanaqa paydo bo'lgan? O'zi Marvel dunyosi nimadan iborat? Mana shu savollar meni anchadan beri qiynardi. Va shu vaqt Broq bilan ikki quyon o'ldirish fikri keldi. Ya'ni bizni singlim bilan azaldan dramalar hamda filmlar bog'lab keladi. Biz o'shalarni birga ko'rib, obsujeniya qilib, o'shalarni ustida gaplashardik. Va shu sababli ukam hamda singlimni yonimga oldimda, xohlasanglar, xohlamasanglar men bilan Marvel ko'rasizlar. Evaziga esa 31-iyulda chiqadigan Человек-паук 4 ga olib borishga va'da berdim. Nima deb o'ylaysiz? Barcha filmlarni 31gacha ko'rishga ulguramizmi? Qaytgancha Marvel filmlarini qanaqa xronologiyada ko'rishni men Telegram kanalimda postini joylashtirdim. Bu yozni birgalikda qiziqarli qilamiz.